Men gapirishdim, siz gapiring. Yo'q, gapiravering. Ha, Assalomu alaykum Golg'ur kanali kuzatuvchilari. Sizlar uchun mana biz bugun Soy bozoriga kelganmiz. Bilasizlar, bu yerda quyon bozori bor. Quyonlar, tovuqlar, kabutarlar, har xil hayvonlar bor. Shularni bir quyon bozoriga kelganmiz. Quyon bozorida narx-navolar qanaqa, holat qanaqa, oldi-sotuvlari qanaqa bo'lyapti? Odamlarga qiziquvchilar kundan-kun ko'payyapti, yo'qmi? Shu haqida qisqacha bir lavha tayyorlash maqsadida kelganmiz. Bir quyon sotadigan akalarimizdan bir ozgina bir intervyularni olamiz. Kelganinglar. Ko'rishinglar mumkin, mana bu yerda savdo sotuvlar avjida bo'lyapti. Assalomu alaykum. Hozir yaxshimisiz? Charchamang. YouTube'ga ozgina video qilyapti-da. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamasizlar? Tinchsizlar? Hozir uch ham gapiraverasizmi? Men gapirishdim, siz gapiring. Yo'q, gapiravering. Ha, gapiravering. Yo'q. Bu narx-navolar nech pul, qanaqa sotiladi, shu haqida gapiriladi xolos. Bu mikrofon bu. Asi yaqinroq gapirsangiz eshitilaveradi. Quyonlar narxlari qanaqadan bo'lyapti hozircha? Masalan, shu quyonlardan. Mo yaponskiy pandalarimiz bor. Bularni 270 kamini qilib beramiz. Bo'g'oz quyonimiz bor, Hiko 300 ming, bunda ham kami bor. Bular sotilish narxlari qanaqadan bo'ladi? Bular misol bo'g'ozimizni 280 ga beraveramiz. 280 ming so'm. Monolarimizni 150 dan beramiz pandalarimizni. Bular gibrid bo'lib chachib chiqqanmi bular? Gibridlar. Bu gibrid pandalar. Lekin o'ziga velikanimiz bor, buni ham 120-130 ga beramiz. Andijonda 90 mingdan 110 minggacha sotilyapti. 90 mingdan 110 ming dollar. Go'shtlar. Go'shtga so'yib berishga deb so'rab chiqqanlarga o'zingizga tayyor so'yib berish xizmati ham bor. Uni imkoniyati bor. So'yib bersak 110 mingdan mana shu yerda o'zi tovlagan quyonni so'yib beramiz. 110 mingdan so'yib berishlar ichida bo'ladi. Ha, ichida bo'ladi. Tortib beraveramiz. Go'shtni svejiy qilib, ko'z bilan ko'rib tollaydi. Aka, rahmat. Bozor holatini ko'ramiz dedik. Mana bu yerda ham barakani ko'rishinglar mumkin. Qaysi quyonni nesiga sotilganini? Qaysi quyonni nesiga sotdinglar? Babichkalarda hozir 50 mingdan berib berdim. 50 mingdan bolachalari. Bolachalarim berib berdim. 50 mingdan. Burgundiyalar nesi bu? Ular 250 mingdan. 250 ming so'mdan Burgundiya quyonlari. Ular Burgundiya ular. Bozorda oldi-sotdi. Bo'ldi. Oldi-sotdi qanaqa bo'lyapti? Oldi-sotdi yaxshi. Hozirlarda ko'proq edi, ozgina qoldi. 8 ta edi, hozir 2 ta berib berdik. Yana hozir ukamiz yana bitta olyapti. Barakasini bersin. Amin. Qiziquvchilar ko'pmi bozorda? Nima? Qiziquvchilar ko'pmi? Qiziquvchilar juda ko'p. Qiziquvchilar yaxshi. Hozir bu ham nima desam bo'ladi. Odamlarga bir hozir bir narsani tashkillashtirmoqchiman. Keyingi haftaga shu yerga bozorga deyarli kirmaydigan nasldor quyonlardan xalq uchun ko'rgazma qilib bermoqchimiz. Nima deysizlar? Yaxshi bo'ladimi, yo'q qilmagan yaxshi? Yaxshi bo'ladi. Ko'pchilik ko'rmaganlarni ko'rib, o'rganib, qiziqish uyg'onadi. Yana ham ko'proq qiziquvchilar bo'ladi. Quyon boqqan odam ziyon qilmaydi. Albatta, ko'p ko'paytirsa bo'ladi. Rahmat katta, vaqtinglarga rozi bo'lyapsiz, vaqtinglarga. Hozir mana bu akamizni ham ko'ramiz hozir. Bu yerda mana ko'ryapsizlar. Hammani oldida deyarli klientlar bor. Mana karlik baranchalardan chiqyapti. Assalomu alaykum. Hozir yaxshimisiz? Charchamasizlar? Mana ikki og'iz YouTube'ga video qilyapmiz. Bozor holati, savdo sotular qanaqa bo'lyapti? Ular bilan bir tanishsak bo'ladimi? Fikringizni, ikki og'iz fikringizni ulashaylik deb. Bizda ko'proq go'sht yo'nalishga sotiladi. Kilosi 100 ming so'm. Baqadigan holatga. Bizga ko'proq asosan go'shtga. Go'shtga baqiladi asos. Go'shtga bizda. Qachon bo'lsa so'yib sotib beramiz. Telefon nomeringizni qoldirib qo'ysak, go'sht kerak desa, qanaqa vaqt aloqa qilsa bo'laveradi? Vaqtisi bo'lsa, shunday so'yib beramiz. Yangi svejisi. Akalar mana ko'ryapsizlar, supermarket singari qanaqasidan kerak bo'lsa aytaverasizlar, zakaz qilaverasizlar. Marinovkaga dov qilib beramiz deyilyapti. Masalan, Andijon Soy bozorida shunaqa narsalarga sharoitlar qilib qo'ygan. Mana hoji akamiz o'zlari bemalol aloqa chiqarasizlar, xudo xohlasa nomerlarini ham qoldirib qo'yamiz. Karlik baranchalar nechta puldan bo'lyapti? 150 ming so'mdan. 150. Mikrofon deb turasiz. 150 ming so'mdan sotilyapti bular. Ha, 150 ming so'mdan bo'lyapti. Ko'ringlar mana podarkaga, sovg'aga, dekorativniga ham so'raganlarga mana juda oliy oppoqda quyonlar mana bozorimizga ham chiqdi. Savdolar yaxshi bo'lyaptimi? Yaxshi bo'lyapti. Qiziquvchilar ko'pmi? Ha, ko'p.
Quyon boqishini tavsiya qilasizlarmi? Tavsiya qilamiz. Kuzatib turgan obunachilarimiz. Yaxshi. Kimga bo'lsa daromadi yaxshi. Tez ko'payadi, tez kam bo'ladi. Kimga bo'lsa tavsiya qilamiz. Bilmaganlarga o'rgatamiz. Yaqin manzili bo'lsa, Maslahat kerak bo'lsa ham aloqa qilsa bo'laveradi. telefon qilsa ham aytaveramiz. Bo'ldi, rahmat aka. Telefonni aytaymi? Ha, telefon nomerni ham aytib o'tib ketsangiz birato'la. Telefon nomerni ham mana. Telefonimiz 99 905 56 54. Akalar mana murojaat qilaverasiz. Qanaqa holat bo'lsa, Qanaqa go'sht mahsulot kerak hammaga go'shtga bo'laveradi. Bo'ldi, rahmat aka katta. Endi mana bu yoqda abzorlarni qilamiz. Voy, sotdingmi quyon? Ha, sotdingmi? Quyonni qolib ketdim. Quyonlar kimdan aka? Sizdanmi? Bo'ldi, betga vijib qo'yamiz. Sizlarning quyonlar? Ko'ramiz, qaysi biri? Yo'q, hammasi narxlari bilan tanishib chiqing. Necha puldan berilyapti? Mana velikam quyonlarimizdan olib chiqqan ekan mana bozorga. 500 ming so'm, 300 ming so'm. Ular ham 300 ming. Mana ushlab gapiramiz. Ular ham 300 ming so'mdan. Ha, Beriladigan narx necha pul? Qo'lga tegishli. 250 dan beramiz. 250 ming so'mdan. 250 ming so'mdan ekan mana velikam chachishgan quyonlarimizdan ham bor ekan. Tovuqlar narxi qanaqa aka? Bizdan. Bu ham sizdanmi? Siz ham betib ko'rinmasin. Bular necha pul? Xo'rozni 120 ga beramiz. Bunisi-chi? Makiyonlari 150 dan. 150 mingdan. Oqa bor uni 50 ga beramiz. Bo'ldi, rahmat katta. Sizlar aka, bozorda ikkov suhbat tuz olamiz deb chiqdik-da aka. Bo'ldi manada. Suhbatmi? Aka ismingiz nima edi? Azizbek. Azizbek, ha? Olyapsizmi? Yo, endi olaman. Mana anchadan beri bozorda faoliyat yuritadigan Azizbek akamiz oldiga ham kelganmiz aka. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsiz, salomatchilik yaxshimi aka? Rahmat, Alloh shukr. Bardam baquvvat. Quyonchilik bizneslar harakat etyapti aka. Xudoga shukr. Ondan sonda tushganda kamida 40 tadan bo'ladi. Ha. Doimiy ravishda mana mijozlar uzilmaydi. Xudo xolasa, xudo xolasa. Oldi sotdilar yaxshi bo'lyaptimi? Allohga shukr. Zo'r. Oldingiga nisbatan o'sish Anjanimiz xudoga shukr bu yil ancha zo'r. Oldinga chiqdik. Oldiga Chiqib oldik oldinga. Aka, O'rgatdik, atrofga ham o'rgatib oldik. albatta aka, mana shu kelgan mijozlarga Ha. tavsiyalar berib, Hamma yo'lda yo'l yo'rig'ini tushuntirib, birinchi marta olgan odam serdaromadligini bilib qolsa, o'zi darsi davom etadi, qo'ni qo'shnilariga aytadi. To'ppa-to'g'ri. Shunaqa bo'lyapti. Ko'payarkan deb. Aka, bozorga nima yangiliklar qilsak bo'ladi? Bozorga asoslangan. Bozorga yangiliklar endi biz o'zimizni ko'rimni olib kiringlar. Glavniysi. Ko'rim yo'q. Misol ana shu Marg'ilon ko'rim, ana shu arzon 5 minglik ko'rimdan boshqa ko'rim yo'q bu yerda. Hozir hal qilamiz. Shoyat aka, 1 minutga aka. Olib kiringlar mana shu yerda biz tavsiya qilamiz, ana shuni olsin deymiz. Ko'ryapsizlar mana kamchilikni aytyapti, sразу o'rnida bartaraf qilishga harakat qilamiz. Keling aka, assalomu alaykum. Shoyat akamiz bo'ladi. Sizga charchamayapsiz, salomatchilik. Greenfed diler hisoblanadi, Andijonda bilasizlar. Qo'rim kam deyapti. Quyon yemi yo'q. O'zimiz misol Marg'ilon ko'rimda bu yerda faqat. U misol effektiv u ko'rimdan farqi bor-ku. Ana shuncha aytyapman. Biz majbur ashundan berib baqyapmiz. Sababi yo'q bu yerda, bozorning ichida. Anjan soy bozorida Greenfit bor aka, Nosirjon akada. Endi Nosirjon akada bizga ma'da bo'lgani yaxshi-da, misol olgan odamga xononni ol deymiz. Bu yog'i ham bor. Qilamiz aka. To'g'risida misol bu yoqqa chiq ol desa, yo'q deb turib, ma'da olib ketib qoladi-da. Bozor ko'rim bilan uni farqi bor aka. Otman tuyadagi farqi bor. Uni ham o'zim ham bilaman, lekin iloji yo'q, ashundan beryapman. Chunki olgan odamga boshqa ko'rim tavsiya qila olmay, ashundan xonondan beryapman deyman, ashuni oladi ular ham. Zo'r kam. Bor narsa-da. Kerak bo'lsa mana shu yerda yurgizib beraman. O'zim ham misol reklama qilish, bilasiz. Ha, reklama qilish. Bozor xodimlaridan iltimos qilib so'rasak, bir chekaradan bo'lsa ham javob qilib bersa, shu Greenfit mahsulotdan bozorga olib kelish imkoniyati bormi? Bor. Amallasak bo'ladimi? Xolos olib kiramiz. Juda zo'r bo'ladi. Mana so'ragan aholi uchun mana bor deb sotgan. Aka, ob'yom Anjan Namanganda o'zida 10 tonnada bir oyda. Xudo xohlasa. Quyonnikini o'zi. Bu degani значит effekti bo'lyapti-ki, odamlar bo'lyapti-da. O'zim imkoni boricha dastavka qilib yetkazib beryapman. Dadoma dastavka. Bir qop bo'ladimi, 10 qop bo'ladimi, imkoni boricha. Endi yana mana shu gapingizga misol men o'zim ham mana shundan bergim keladi. Faqat meni klientlarim bu yerdan olgan odam mono ko'rimdan olib oladi-da.
Reski o'zgarish. O'zgarishda men xohlamayman, chunki unda o'zinglar bilasiz, bateriya bo'lishni boshlanadi. Aka, yana nima qilsak bo'ladi yangiliklar? Yangiliklar menga aslamdi. Bitta ishda plan qilib turibmiz. Hop. Hozir narada akalarimizga ham aytdik. Keyingi haftaga bozorga kirmaydigan, kamdan kam kirib qoladigan nasldor quyonlar ko'rgazmasini tashkillashtirish maqsadi. Xudo xohlasa, Inshaalloh, Xudo keyingi xohlasa. yakshanba kunga Xudo xohlasa. mana shu joy qilib bersa, hozir bozor xodimlari bilan gaplashamiz. Agar xo'p deb turib, rozi bo'lishsa, chiroyli qilib umuman bozor kimiydi mana ko'rasiz. Ha, yo'q, ularni bilamiz Nasldor hammasi. quyonlardan olib kelimda xalqqa ko'rgazma qilib berish maqsadimiz bor. Bo'ldi, inshaalloh. Shuni aytmoqchi Xohlasa, assalomu alaykum. Aka, sizni navbatingiz kelib qoladi deb men so'ramayapman. Zo'rtoq quyonlarni olib kelish kerak bozorga. Odamlarga ko'rsatish kerak. Hadi unaqa gibrid, hashak quyon sotib olmasdan oldi sotdim. Odamlar bilsin, ko'rsin. Zo'rtoq quyonlar Andijonda bor. Shuni ko'rsatish kerak. Bizlar maqsad shu. Qiziqtirish kerak. Faqat haligi Telegramda ko'rib qolaman, internetda ko'rib qolaman. Jivoy ko'zim bilan ko'rmaganman deydi. Odamlar sizdan bizga misol ko'rganimiz uchun oddiy holga o'xshaydi. Ha. Lekin Ko'rmaganlar borda. qiziqadi. Ha, to'ppa-to'g'ri. Nima maqsadda baqiladi, qanaqa yo'nalish bo'yicha baqiladi. Bunday ashlarni ko'rsatishdan tashqari o'zimiz mutaxassislar ham keladi. Muomala baravar. Bemalol tavsiyalar ham berib, yangi boshlovchilarga qo'ldan kelgan tushunchalar mana sizlar berasizlar. Ha, yo'q, Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha biz yordamdamiz. Rex quyonni Hamisha. bilmaydigan odamlar borda. Hozir mana Rex quyon sotildi. Nechta odam kelgan bo'lsa, bu qanaqa ekan, bu qanaqa ekan deyapti. Bu hashakilarni ko'rib olgan Rexni bilmaydi. Mana men olib qoldim. Qiziqqanim uchun, tushunganim uchun darrov oldim. Xudo xohlasa, Andijon xalqimizni hech bo'lmasa 1% quyon boqsa ham oddiy go'sht qanchalik foydaliligini xalqqa tushuntirib bilsa, To'ppa-to'g'ri. Ha, yo'q. Quyon boqish foydali. Qiziqarli. Qiziqarli ham Go'sht olmay foydali. qo'ydim u. Boqish kerak. 2,5 yilda bu yoqqa go'sht olmayman. Odamlarga o'rgatish kerak. So'yib rahmat, yo'ramiz. rozi bo'linglar o'tkazgan vaqtinglarga. Xo'p, tinch olinglar. Alloh barakasini bersin sizlarga. Assalomu alaykum. Nodir aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Abba aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ichimizlar aka charchamasdan. YouTube'ga 2 og'iz video qilyapmiz. Goldcroll o'zimning kanalim. Goldcroll. Akalar mana Nodirbek akamiz eskidan quyon bozorida ko'ramiz. Kichkinaligimizdan beri bozor chiqqanimizda sizni ko'rib havas qilib yurardik. Quyonchilik bilan Ustoz quyonchilardan bo'ladi mana bozorda. Baqishni o'rgataveramiz, telefon qilaverasizlar, behijolat. Flanderlar bor, sterekashlar bor. Go'shtga so'yganini so'yib, go'shtini kilosini 100 ming so'mdan qilib beramiz. Bolalardan bor, flanderlardan. Yosh katta odamlar ayniqsa yaxshilab eshitib olinglar. Baqishni o'rgatishim mumkin. Hali nima qilsamikin deb yurgan odamlargacha tayyor. Daromadi yaxshi. Endi o'zi kelsa, tushuntirib beraman qanaqa baqadi. Baqishni ham o'rgatib ham qo'yaveraman. Sotaveramiz ham. So'yib ham beraveramiz. Go'shtini kilosi 100 ming so'mdan. Bolaga ochlar, telefon. Mana biz kichkinaligimizdan beri bozor chiqqanda doim sizni ko'rganmiz. Katta quyonlardan baqqansiz. Bor. Aka, oldingiga nisbatan hozirga kelib quyonchilikda solishtirganingizda qanaqa statistika farqi o'sganmi yoki O'sgan. Buni foydasini odamlar tushunyapti. tushunyapti sekin-sekin? Hayır, doğru. Tushunib odamlar bahayapti, so'yib yeyapmiz, mana hammamiz ham kelyapti, so'yib beryapmiz bu yerda ham mana klientlarimiz bor, stolovoylarga beryapti, shashlik qilib sotyapti. Haligi gap bor, quyon go'shti tovuq go'shtiga o'xshaydi, hidi bo'ladi, sinsa bo'ladi. Bunga nima deysiz? Bekarga. Xohlasangiz pishirishni ham o'rgatib qo'yaman. Qanaqa pishiraylik desa, pishirishni ham o'rgatib qo'yaman telefonda. Uyga kelish shart emas, to'g'ri gapda. Ko'ryapsizlarmi akalar, mana hatto Naryadi akamiz marindovkaga qilib sotuvini qilib beraman deb tursa, Nodir akamiz pishirishga da o'rgatib qo'yaman deyapti. Qo'lidan pishirish Mendan quyon olmasanglar ham, lekin quyon bahsinglar foydasi bor. Bekarchi nima qilib yursin, nima qilsam keyin deyotganlarga o'rgataveraman. Daromadi yaxshi. To'g'ri gap. Men mashina orqasida 12 ta qo'yim bor uyimda. Mana quyonchilik orqasida uyimda 10 mingta quyonim yo'q. 20 ta 30 ta quyonim bor. Ashlar baqadi. O'zim ham cho'ntagimdan pul uzilmaydi. Qo'ylarni ham mashina orqasidan baqadi. 10 ton barakasini bersa. 8 ta, 10 ta, 12 taga tugadi. 1-2 oyda bir tug'oradi. Bir oyda bir tugadi, lekin bir yilda 4 marta tudiramiz, yetadi mashina. Daromad. Quyon baqasizmi aka?
Yo'q. Nima bag'asi asosan akamizdan ham suhbatini olamiz. Bemalol telefon qilishinglar mumkin. O'zi nima baqqansiz ko'proq hayvonlar? Bilmayman men Sharoit bo'lish kerak edi baqqani. Sharoit yaratib berish. Qancha mehr bersangiz, 10 barobar mehr qaytaradi mana shu. To'g'ri gapda men o'zim shug'ullanganim uchun mendan quya olmasanglar ham mayli, prosta quya olib baqinglar bekor. Fanatlida orzu havas emas, amalga oshiradigan vaqt yetib keldi aka. To'ppa-to'g'ri. etini ham har doim ko'p yevroga oladida, hali lama, pamalar shundan bo'ladi. Ya endi yorug'likka, hozir bani частный больницаlar, частный bog'chalarga qo'shni olyapti. So'y berilyapti. Bo'ptimi? Rahmat katta Uyga aka. borganingizda va uyda qanaqa baxt ham yo'g'ini, bozorda hozir gavjum hayol bir yerda turmagani uchun unchalik gapira olmayapti. Uyga borsangiz, uyda chiroyli qilib qanaqa nechiga nechi joy qiladi, qanaqa joyga joy qiladi, nima bilan baqadi, qanaqa sharoitda baqadi, hamma yo'qni cho'tka qilib tushuntirib berardim bu odamlarga. Bo'ldi aka. Telefon nomeringizni ham aytib o'tib ketsiz aka, go'sht kerak desa aloqa chiqisha oladi. 90 770 01 04. Akalar mana eslab Ayniqsa qo'yinglar. kattalardan bor, flanderlardan, bola chaqasi bilan bor, bo'g'ozidan bor. 250 mingdan boshlab ketaveradi 3 milliongacha. 3 million deganim katta 10 kilolik quyon 10 ta bolasi bilan. Mana shu 3 million so'm. Bo'ldi, rahmat Nodir aka. Sog' bo'ling aka. Xo'p. Hormang uka, charchamayapsizmi? Kechmisiz? Quyonlar necha puldan? Mana Burgundiya quyonlardan ham chiqibdi bozorga. Ularda hammasi Qora Kaliforniya. Samesdagi Faqat erkaklari qoldimi? Mikrofon tutib olib gapiraverasiz. hammasi Sames Necha sog'li. puldan berasiz bularni? 150 dan beramiz aka. 150 ming so'mdan beriladi. Akalar mana Kamini Burgundiya qo'yamiz, quyonlardan ham kelishamiz. chiqibdi bozorga. Kamatib beriladi. Qo'lga Ha. tegishsa 120 mingdan beraverasizmi? 120 mingdan 250 ikkitasini 250 dan bering. 125 ming so'mdan qilib berar ekan, bemalol kelib xarid qilsanglar bo'lar ekan akalar mana.